O'zi hozir ishdan kelgan bo'lsangiz, nima telefonga yopishib oldingiz? Inson ish bo'yicha o'tiribman bu yerda. Qachon bundan menga ham e'tibor berasiz? Ish bo'yicha bo'lsa ham farqi yo'q. Ertalabda kechgacha sizni kutib o'tiraman uyda, qachon keladi deb. Namuncha? Bunda e'tibor berish kerak-ku. Qachon oxirgi marta xo'p menga gul berdingiz, ayting. Bo'ldi qilgan. Charchab keldim men o'zi. Bo'ldi qilgin. Topib olgan gapingiz shu. Oho, bugun qanaqa bayram? Ha bo'ladigan shunaqa kutsa. Gulni kim berdi? O'zingizni jinnilikka solmang. Boshqacha yo'lini topsiz-da, kechirim so'rash kerakligini. Birinchi marta ko'rishim o'g'il bolaga gul berishini. Nima? Siz emasmi gul bilan narsalarni dastavka qilgan? Yo'q. Voy. Unda kim? Men qildim, Urishqoli. Sekinroq gapir, opam kelgan eshitib qoladi. Ha, eshitarlar. Nima noto'g'ri gapiryapmanmi? Assalomu alaykum. Sizga dastavka berishvordi. Kimdan ekan? Bilmadim. Rahmat. Shunaqa qilib kechirim so'ramoqchi bo'ptilar-da. Mayli. 2 kun uyingda mehmon bo'lib ko'rdim, ukam. Xotiningga e'tibor qilmasligingni. Uyat emasmi, ukam? Ayoling ertalabda kechgacha seni kutsa, kirchiringni yuvsa, osh-ovqatingni qilsa, nahotki yarim soat e'tibor berish sen uchun qiyin bo'lsa. Kelinimni xafa qilsa, meni xafa qilgandek bo'lasan. Kelinim tilla, tushundingmi?